voy ko'zimni ochganimdan shartta so'qol somsaga boraman, shunda olib yeb ketaman dedi. O'chirtdi qaranglar. Zaptirkam abitam qilmovdim. So'qol somsa yeyman deb og'zim kuyib. O, qachon navbatim keladi. Ana, menga maxsus ichkaridan olib chiqib berishyapti, qaynoq uzilganidan. Baraka toping, Sharafat xolamning og'izlari kuyib, lovlari yorilib ketsin deb sizlar dey. Voy, asalligini qaranglar, buni yeymiz, rahmat. Ketdi. Endi bolalarim, bu somsaga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'zi bu mador somsani sezoni atiga bir oygina. Bu meni kelinlik davrimni eslatadi. Yer borib yetmasini qaynonamga zahar sassu ayolidilar. Lekin mana bunaqa mador somsalarni qiyrat borardilar. O joylar jannatdan bo'lsin. Qani boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. So'qoga borib maqlasizlar. So'qoni o'zi Toshkentga ko'chib keldi. Meni yedib. Mador samsani sezoni tugab qolsa bu joy yopilmaydi. Yil 12 oy ismalog'ini ham qilishadi. Kelaverasizlar. Hay, rебята, иди сюда. Men meni sabr o'qib bergin, bolalarimga olib ketaman. Tezroq bo'lalayman. Bularda yetkazib berishdan bor dastlabga. Masalaga lokatsiyani tushuntirib o'taman. So'qoq samsamiz archa ko'chada joylashgan. Shunda Shopayiz mostidan kelaverishinglarda mana o'ng qo'linglarda o'sha qurilish bo'lyapti. Shu yerda Zhukovskidan kelaverishinglarda chap qo'lda joylashgan. Mana bu yerda reklamli banneri bor edi, oldirib olishibdi. Endi Rahimjon ham do'st dushmanlari ko'p-da. Yana ham to'liqroq orientir. Mayda-mayda archazor. Hey Bonu, shu malinani tinchgina bozorda olib qo'ysak bo'lmasmidi? Ha? O'rmonda balo bormi? Pochcha, men ertalarda ko'rganman. Oppoqoy malinani o'rmonda teradi, so'paymasdan oldimga tushing. Bunaqa bezunaqa ignorni birinchi marta ko'rishim. To'xta. Oppoqoy. Qayerdasan? Turq sovuq. Pochcha, og'zingizni ocholmasdan tez-tez yuring, nafsingizga o'tishdi. Men balo malinaga ham qirin kelganmi? Bugun oppoqoy, mana shu zaharli olmani yeb o'ladi. Tincham qurib ketdi. Salom oppoqoy. Yaxshimisan, qizalog'im? Nima balo, sirkdan qochib keldingizmi, xola? Shunaqa besunaqa kampir bo'ladimi? Urib. Endi qarachilik bolam, bu o'rmonlarda nima qilib adashib yuribsan? Malina terib yuribman. Terib berasizmi? Unaqa qilolmayman-ku, lekin senga ajoyib bir sovg'am bor. Mana. Что это? Baba Yaga? Это Big Beer marmelatlari Germaniyadan O'zbekistonga import bo'ladi. 100% halol. Sandika asal, shakar bolajonlar yesa ham zarar qilmaydi. Voy, juda mazali. Bitta yeb ko'rasanmi, oppoqoy? Albatta yeyman. Haqiqatdan shunaqa. Endi buni hammasini menga berasiz, bo'lmish kampir? Beraman. Faqat mana bu olmadan bir dona tishlasang, mana shu Big Beer marmelatlarini hammasini senga berib beraman. Olma nima bo'pti? Toshni ham tishlab yuboraman. Bering. Bu urut kim Bonu? Bu so'tay kim? Ha? Bumi почти никто. Pochcham. Bir narsa chuqurlagala, men sizlarni tishlab oling. Sizga o'tishdi. Pochcha, sizga nima qildi? Bu itmachi oppoqoyga zahar ham ta'sir qilmasa ekan-ku. Bechora pochchaginami? Siz yo'q ketdingiz. Amma beva bo'lib qoldi. Uligidan bir dahmaza. Urot kampir. Shundoq pochchami? Boshini yedingiz. Bering bu yoqqa marmeladni. Endi buni o'ligini etbekka ko'marasiz. Amin. Joy jannatda bo'lsin pochcha. Allohu akbar. Hay kelin. Ovqat qildingizmi? Ha, qilib qo'ydim oyijon. Ha, tuzu. Uylarni uborka qildingizmi? Uylarni uborka qilib yalab qo'ydim. Padiz yuvdingizmi? Ertalab uyg'ongandan padizlarni supurib yuvib qo'yganman. Tuzu. Va kirlarga dazmol bosdingizmi? Voy, oyijon, bitta shu qolib ketibdi-de. Ana, meni qalbim sezadi. Nimadir neto bo'tdi deb aytuvdim-a? Shunaqa ko'p ish etib tashyapsiz. Hammasiga ulgurmayapman.
ulgurganimcha qilyapman-da. Shu sizni ulgurmayapman degan gapingizdan allergiyam bor. Nega ulgurolmaysiz a? Menchi 4 ta 5 ta yeriga poqillatib tug'ib hamishga ulgurganman vaqtida, a? Nega siz ulgurmaysiz? Hali bitta bolangiz 2 ta bo'lgan-yu, 2 ta bolangiz 3 ta bo'lgan-yu, nega ulgurolmaysiz? Voyjon, sizlarni davr bilan bizlarni davr boshqacha-da. Yepsiz. O'sha davr. Hozirgi davr ham o'sha davr. Tushundingizmi? Faqat hozirgi sizlarga o'xshagan kelinlar o'zgarib ketgan. Osilmang davriga, hamma? Xudo qildi bu kelin meni. Men undan ko'ra mana bundan ichib oling, zora bir skolisiz birdan 4 ga urilib qolsa. Nima bu, oyijon? Bu Big Beer energetik ichimligi. Germaniya brendi, 100% halol. Hech qanaqa ximikati ham yo'q. Zora shuni ichsangiz, bir energiyangiz oshib-toshib, men ro'zg'orimga mehr qo'yarsiz. Yapsiz o'zim. Tavba qildim. Siz energiyamni tushiravering, bu meni energiyamni oshirib beradi. Nima bu? Sehrli ichimlikmidi? Isib ham qopti, buni xolodilnikka qo'yib qo'yaman endi. Komosh, yaxshi dam oldingmi? Men uyda ham ishlar qilib qo'ydim. Uy bo'rka qildim, kirlarni yuvdim, dazmol qildim, podyezdni supurib tozaladim, ovqat ham qildim. Sen uyg'onishingga zavtraqlar qilib qo'ydim. Xotinjon, xizmatingizga muntazirmiz. Uydalarni hammasini uyg'ot. Takoy lug'ki zavtraq qilamiz. Xo'p. Xo'shimjon aka, gapirma. Go'zallik timsoli. Bor, yuzingni yuvib chiq. Hozir. Alo. Assalomu alaykum. Ana menga Big Beer energetikdan uyimga hoziroq tez dostavka qilib boring. 1 blok. Yo'q, 10. Mayli, 100 blok. Nech pul bo'lsa beraman. Nari qatorda ular 2 ta do'koni bor edi. Opamani kim kredit? Men bu ham yaxshi do'kon ekan. UCC Life deb yozib qo'ygan do'konni, bolajonim. Bu izlash. Menga Telegramdan video vizovdan srochno telefon qilaring. Sizga anaqa qozon naborlar olgan UCC Life ga kelganman. Assalomu alaykum, meni hurmatli auditoriyam. Men UCC Life do'konini klientiman, chunki uyimdagi hamma ro'zg'orlikni men faqat shu do'kondan olaman yoki dastavka qilib chiqarib olinglar deyman. Onamga, xolamga, kimga kerak bo'lsa, podarkalarga ham faqat UCC Life ga murojaat qilaman. Xudo xolasa shirin tashvish to'y boshlaganmiz, qaynisinimi uzatyapmiz. Bu degani sarpa kerak. Yangi novinka chiqibdi. 2026-yillik mana qora ekan, zo'r ekan, prochniy ekanda, xuddi shuni молочный rangi bor ekan. Uyimdagi ma'mula ishlatayotganlarimdan ham olaman. Men er-xotin ertaga ovqat-poqat qilasizlar o'zingizlarga. Bo'ldi. Qorasini kelinimiz tanladilar, demak, shuni olamiz. Bunga moslab pichoq nabor, naqalarni yig'uramiz, cho'g'imlarni. Taraq turib qilmas ekan. O'zi qaynaganda put-put chaladi. Ana. Hammaqa cho'much. O'zi anon ichidan cho'much naborlari chiqar ekan. Babir zapas yana bitta cho'much nabor olib qo'ydim. Shuni o'zida ham tuxum, sosiska, sutla qaynatishga ham zo'r ekan-da. Men buni olganman UCC Life mana shu naborini 2 ta qaynataman ovqat, sho'rvalar qilaman, ham kashalar qilaman. Qovuraman ham ishonsanglar, kolbasa, kartoshka, hech narsa bo'lgani yo'q. Tegi ham olib ketgani, hech qat ko'chgani, boshqa bo'lgani yo'q. Juda ham prochniy ekan mana shu UCC Life mana shu naborlari. Вообще zo'r. Kачествоsi вообще bomba. 2,5 kilo oshib men odamlar so'v bo'lar ekan. Adasi, bu siz uchun maxsus UCC Life dan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Sarpalarimizni aravaga yukladik. Ularning Chinni bozorida 2 ta do'konlari bor. Mana 16-do'kon. Onlayn zakaz qilsanglar ham bo'ladi Instagramdan. Любой viloyatga dastavka qilib berishadi. Shahar har bitta do'chkasiga Yandexdan chiqarib berishadi. Hammaga rahmat. Tog'a, ayting, nech pulga kelishdik o'zi siz bilan? Oy, keling bilan keyin gaplashasiz tog'a. Tez yuring, shoshyapman. Xotini tinch qo'ymas ekan akani. Ha, Bonu, qalay bo'ldi bog'cha? Bo'ladi, yomon emas. Nima, kayfiyating yo'q? Pochcha, bugun meni xo'rdingim kelib ketdi. O'zimni yetimlarga his qildim. Onasini emsin. Seni kim yetim dedi? Bugun bog'chadagi Safina degan o'rtog'im marmeladini qizg'andi. Bersa bermadi. Shunda al-pahlamon bochcham turib, xo'rlandimmi? Boyvachcha bochcham turib, xo'rlandim, pochchajon. Yo'q-a? Ana yo'q yurchi? Meni nima tishortvan yoqsam kerak? Bonu? Labbay, jannatim pochcham. Senga qancha ma'lumot kerak? Hammasi maydami? Hatto oldiz pochcha. Bu Big Beer marmeladi. Germaniyadan O'zbekistonga import bo'lib kiradi. 100% halol. Bolalar bemalol yesa bo'ladi. Ta'mi o'ta go'zal. Butun bog'changni mana shu Big Beer marmeladi bilan ko'mib yuboraman. Chunki bog'cha penga qo'shib kerak bo'lsa.
Rahmat pochcha, yarim ko'nglimni to'ldirding. Boringizga shukur. Tog'day pochchang bor, nima g'aming bor? Pochcha, hamma o'rtoqlarimni qo'lida telefoni bor. Bitta menda shilmishil g'am yo'q. Bobada qo'lidagi iPhone telefoningizni berib olasizmi? Sohiba qarang, men 5-6 yil oldin rastashovka qildirganman deb qoshimni. Keyin uni o'chirish uchun 5 marta udaleniya qildirdim. Udaleniya qildirganimdan keyin men e'tibor bering, ikkita qoshimni cheti chuqur chandiq bo'lib qoldi. Uni amallab kosmetologiga borib to'ldirib yopdim, lekin baribir bilinadi. Men endi obrazlarim bor, qaynona obrazi, Hoshimjon obrazi bo'lgani uchun men qoshimni rastashovka qildirmayman. Profilingizni kuzatib chiqdim. Ishingiz zo'r ekan. Tabiiy turadigan qoshlar moda bo'libdi. Men shunaqa qosh xohlayapman. Lekin mana shu chandiq qismini chizib to'ldirib bersangiz, shu meni o'zimni qoshimni tabiiylik ketmasin faqat. Qarang, formasi past yaxshimi yoki tepani ko'targanim samuray bo'lib qolib, xunuk bo'lib qoladi, turqum sovurib ketib qoladi. Shunda go'zal istaramga ko'z tegmayman. O'chi zo'ring. Menga ochiladi, ko'mamiz adolatli bo'ladi. Mendan keyin ishlatmay tashlab yuborasizmi? Vau. O'zim rosa yoqdi. Mana Mamitdagi chandiq qismi ham to'ldi. Qoshga o'xshadi. Vashi chiroyli qildingiz, lekin Sohiba, asarim qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu endi xudo xolasa 6 oy davomida o'chib ketadi, sekin-sekin. Sekin-sekin o'chib ketadi. Mana 6 oydan keyin keladi. Bundan ham to'g'ri xohlasangiz 2 haftadan keyin korreksiya bo'ladi, kelsangiz yana ham uzoqroq vaqt turadi. Yo'q, bundan ham to'qrog'i kerak emas. Menga o'sha yarashmaydi. Lekin 3-4 kun to'qroq turganida hali ochilishadi. Tak что, bemalol kelaveringlar. Endi men 100% yurakdan maslahat beraman Sohibani, ishi zo'r ekan. Profilini отметка qilib qo'yaman, ishlarini ko'rib chiqasizlar. Bundan tashqari telefon raqamini ham qoldiraman, chunki Sohibani klienti ko'p, zapis bilan oladi. Bemalol kelib qildiraverasizlar. Viloyatda bo'lsanglar, shu Toshkentga yo'linglar tushganda ham planni shunaqa qilib, kirib, chizdirib o'tib ketaverasizlar. Ishxonasi ham unaqa uzoqda emas, akkuratni ishlaydi. Direktiga telefon qilib, yozdirib, chizdirib ketaveringlar. Men endi hozir xolam bilan yankamni ham olib kelganman. Xolam bilan yankamni ham qoshini chizdirib ketaman. Azıbayın içinde yaşamaktı yazı bu. Halat. Sıkılıya olsun Ramya bak ya, Ramya. Ne Sürpriz qilibsiz menga. Berib sizda. Baxa uyda hech kim yo'q. Kim tayyorgarlik ko'radi? Azamat ishda bo'lsa, dedim. Kichkinagina narsa, lekin harakat qildik qo'limizdan kelgancha, lekin men anchadan beri niyat qilib yurdim. Yaqinda Urumchiga borib keldim, men xotinim qolib ketdi. Hozir. Endi biz oilaviy, xudo xolasa, inshaalloh birinchi marta o'g'limiz bilan birga chetga chiqyapmiz. Rahmat adasi. Oilaviy rahmat. Katta hordiq. Yirtvorma bolam buni. Yirtmay oğlum, bu ketamiz biz. Sürpriz qilishibdi. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Ko'p blogerlarni, san'atkorlarni turmush o'rtog'i shunaqa syurprizlar qilsa, sovg'alar hadya qilsa, havasim keladi, lekin men hayotimda ham juda ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Xo'jayinim juda ham ko'p syurprizlar, romantikalar, sovg'alar qiladilar. Men lekin qo'ymayman, ko'rsatmayman. Endi hozir bular o'zlari endi syomka qilishyapti, mayli, shu jarayonda juda xursand bo'ldim. Xo'jayinim bilan o'g'lim mana menga oilaviy Bangkokga sayohat sovg'a qilishdi. Xudo xolasa, Biz xudo xolasa ketamiz. hamma tashvishlarni, g'am-g'ussalarni unutib, yangilanib kelamiz va yana zo'r shahdam ijod qilishga kuch to'plab kelamiz adasi. Sizga sovg'am yoqdimi? Charchab qoldik. Albatta. Nima uchun Tailand? Chunki xonzodani 2-3 ta davlatga borgisi kelardi. Bittasi Tailand. Nimaga Tailand? Chunki siz o'zingizni Tailandga jo'natgim kelmasdi. Borsangiz ham men bilan borishingiz kerak o'tga. Sababi shu. Xotinsiz borib bo'lmaydi. Biz hozir Ayt Interes Pratunam degan bozorga keldik xo'jayinim bilan. Bularni mana ovqat bozori. Bu yerda halol ovqatlar bor asosan.
Lekin men mana shu jo'xorisini sevdim. Give me please one. Salt please, salt. Bu yerda halol ovqatlar bo'ryapti, полный. Nari yoryapti уже taylandliklarning sassiq ovqatlari. Halol ovqat yemoqchi bo'lganlar mana shu yerdan yesa bo'lar ekan. Bizning ovqatiga qo'ynimiz baribir tortmadi-yu, lekin ichimliklarini ichamiz. Albatta men yaxshi ko'rgan jo'xor. Nimaga men Tayland jo'xorisini yaxshi ko'rdim? Chunki bilsanglar men O'zbekistonni gollandskiy emasdi, jaydari jo'xori yaxshi ko'raman, bilasizlarmi? Ham jaydari jo'xoriga o'xshar ekan. Ana mag'zi shirin ekan. Yes, we are together. Mana xo'jayinim Taylandga kelgandan beri faqat mana shunaqa apelsin, anor, ko'proq marakuya, mango marakuya ichib yuribdilar. Pulini o'sha tushun bo'ldingiz-a, полный? 100 baht. Faqat 1000 deb kuydiryapsiz deyman. Boya tuk-tuk taksi gaplashdik-da. Pratundan bozorga tashab qo'yasan deyapman, endi inglizchalab 200 baht deyapti-da. 200 baht berasan deyapti. Yo'q, men 100 baht deyapman. 100 baht beraman deyapman. Xo'jayinim kelib, "Please, 100,000 deydi-da. Adasi nimaga 1000 deyapsiz deyapman-da. 1000 pasmi deydi. 100 bilan 1000 farqi bor. 1000 ming degani, 100 yuzlik degani deb. 1000 deydi yana. Narx-navoni kelishib tortishganimda siz 1000 deb kalla qo'yyapsiz hamma joyda. 1000 yaxshi ekanda, ana 100 dan ko'ra 1000 deyish osonroq, o'rganib qoldim. Ovqatini sevdim. Mana bu nutellalikmi? Bitta yeymizmi? Ovqat emas, bu shirinlik bu. Men yemayman adasi lekin. Lekin o'tirib turaman oldingizda. Davay, bitta yeb olaylik. Davay. Men jo'xori yeyman. Siz buni yeng. Biza Taylanddan Toshkentga kelsak, xolodilnigimizda hamma narsamiz hidlanib qolibdi. 10 kuncha bo'lmadi uyda. Shuning uchun hozir xo'jayin bilan ro'zg'orlik qilgani keldik. Birinchi ishimiz go'sht olish bilan boshlandi. Dessa Farm Qatortolda shunaqa мясной magazin bor ekan. Lahm joylari men har doim qassobxonalarga borsam, yog'ini olib tashlang, lahm joydan bering deyman-da. Bularda aksiyalar bo'lar ekan. Ragu farshga aksiya bo'layotgan ekan. Xo'jayin piknikka olib chiqib ketaman, shashlik qilib beraman deyaptilar. Hozir shashlikka qilyaptilar. Tayyor. Tayyori bor ekan mana. Qiymani tayyori. Mana bu yerda mana marinovni qilingan. Bu anaqa jaz. Sizlar tayyor sotib olib kelmaysizlar-da, sizlar o'zingizlar qilasizlar. Firminni. Eng qizig'i yaqinda Qurbon hayiti keladi, do'stlar. Kimdir mol so'ymoqchi bo'lsa, qo'y bormi yo'qmi? Qo'y ham bor. Qo'y ham bor. Mana tayyor videosini qo'yib qo'yibdi, bemalol olsanglar bo'ladi. Juda ham narxi arzon ekan. Hozir qarang, asartisi. Dumba deysan, qazi deysan, qartasi ham bor ekan. Ko'p joyda qarta. Nimaga asarchilar kam dedim hozir men aytib qaradimda, ertalabga sotib oldik deyapti. Shu darajada savdo zo'r ekan debdi. Qayerdan topib olasiz bunaqa joylarni? Izlagan imkon topadi. Aksiyalar qo'yib qo'yibsiz. Qanaqa aksiyalar endi ular? O'zini har doim uchma shanba yakshanba kunlari 20% skidka beramiz. Xatlarda bor yana. 5 qayrag'ochda bor, TZda bor, Farqasida bor. Juma, shanba, yakshanba kuni 3 kun 5 ta filialda bir xil aksiya bo'ladi. Go'shtni svejiy o'zlarining firmasidan so'yib kelinadi. Obedgacha pashta qolmas ekan, biz pashta tugagan paytiga keldik o'rtoqlar. Kechliklarimiz ham bor. O, Kesada ular beramiz, rastan. yo'q, shu zo'r. Sizlar foyda ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi? Xalq masalasin, Xalq deb. ishlayapti. Podpischiklar uyga yaqin filiallarga borib xarid qilishadi. Xonzodaning nomidan keldik, Xonzodaning reklamasidan deysizlar, ha. Uydan erinim ko'chaga chiqqanlar kelmasa, go'sht tugab qolgan bo'lsa, shuni telefon qilsanglar, uylarga dostavka qilib berar ekan go'shtni. Zato svejiy zo'r bo'lib boradi, birinchidan. Ikkinchidan, dostavkasi besplatni, bepul ekan. Kolbasa ekan. Qanaqa ta'madasi? Gap reklamada emas, rostini aytaman. Ha. Zo'r. Damashni-da, bemalol bolalarga bersa bo'laveradi. Yeb ko'r o'zing ham. Ichagi farqi bor-a? Yaxshi hidi-yu. Ta'mi zo'r ekan. Mani xo'jayinim qaziqo'r. Buni yog'i yo'q ekan-a? Menga mazgin bering. Qazisam zo'r ekan. Bozorligimiz tugab qolsa, uyimizga tushardik-da. Endi erimga Qatortolga kelamiz shekilli. Qazini sho'rtay, so'ki chiqadi. Men shunisini yaxshi ko'raman. Shimib yeyishni. Bir xil kolbasalar ichida yog' ko'p bo'ladi, yog'i ham yo'qmi? Damashlik. Hamma narsa o'zi damashni ekan-ku. Mana даже mana bu xolodislari ham damashni. Ichida qara, yog'i yo'q, bir xillar suv bo'lib ichilib ketadi. Hammasi go'sht mana. Dila, dilim mani, gulim mani. Sani такой легкий sevaman. Sani чересчур sevaman, слишком sevaman, ishon. Sen tasavvur ham qila olmaysan, ne просто. Tag'in nitochini beraman, men unaqa bolalardan emasman. Bu Big Bear.
Germaniya mahsuloti energetik, 100% halol, o'zimizda ishlab chiqariladi. Energiyani oshirib yuboraman-da. Cho'chimi. Deylar. Senga bo'lgan sevgimni raqslarim orqali ifoda qilib beraman. Menga turmushga chiqasanmi, deylar. Kela bolalar bilan shundoq o'zlari ilib, parnoylab, cho'tki qilib ilib berib ketishdi. Baraka topinglar, xushdi, rahmat. Assalomu alaykum, hammaga hormatli yaxshimisizlar? Kimga mana shunaqa pardani sifatli, jalyuzi xizmatlari, parda xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, отметка qilib qo'yarsiz. Albatta, telefon raqamingizni ham chiqartiraman. Butun O'zbekiston